Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, xususan Havasdan biznesgacha kanalining qadrdon obunachilari, hammalaringizga xayrli tong, xayrli kun desam bo'ladi. Kun boshlanib ketdi. Bizning gigant germanskiy endi o'tkalarimiz. Kecha yaqinda video olganimda aytyapman, bo'lmasa qarang, germanskiy, chorniy izumrud, zot bo'ladigan parrandalar bular desam, ba'zilar yetib bormayapti shekilli. Bozorda jo'jalar 20 ming so'm deyapti. Bularning jo'jalari 20 ming so'm emas, 120 ming so'm turadi. Qadrli tomoshabinlar, shuni bilib bilmasdan o'zlaricha narxlab o'rmanglar. Bu yerda kurklarimiz yotibdi. Почти ko'p kurklarimiz ochib bo'lishdi. Bu yerda 2 tami 3 ta kurkimiz qolgan. Qolganlar hammasi ochib bo'lishdi. Jo'jalarini hammasini bitta onaga qo'yib, qolganlarini kurklarimizni bostirishga ortiqcha tuxumlarimiz yo'q, shuning uchun bularni qo'yib yubordik, yana qayta tuxumga kirib ketishlari uchun. Endi o'tkalar jo'ja ochib chiqqandan keyin jo'jalarni taydan birdan olib qo'ysangiz, uzog'i 10 kunda, 10 kun, 15 kun borinki oralig'ida yana tuxumga kirib ketib qolishadi. Ba'zilari bir hafta, 10 kunga yetib yetmasan ham tuxumga kirib ketib qolishadi. Shuning uchun bularni jo'jalarni olib kurkdan chiqartirishga harakat qilyapman. Maniki, buni ham gigant chorniy izumrud xo'rozimiz. Bu ichkaridagi xo'rozlarning lideri. Xo'sh, kecha kommentariyada ba'zi bir gaplar bo'libdi. Men kommentariyalar ko'p ham o'qib o'rganayotgandim. Kecha kirib bir ko'rayman nima gap ekan desam, ularni yurishini qarang. Qani chiroyli. Bu yerda bilmadim, sanoqdan adashib ketdim. Bir 60-70 tacha jo'ja bor shekilli. Hammasi tim qora boshlarni jo'jalari. Toza qora boshlarni, shuning uchun alohida ajratilgan bular. Ularning narxlari 50 ming so'mdan. Shuni 50 ming so'mdan desam, qimmat. Insofli bo'lish kerakmi? Nimada deb yozishdi. Bu puli buyurmaydi baribir deb yozishdi. Sizlardan shunaqa yozib fikrdagilardan men sizlardan savolim bor. Menga mana shu pulimni haromligini isbotlab bera olasizlarmi? Xohlang shar'iy isbotlab bering, xohlang qonuniy isbotlab bering. Pulingiz buyurmaydi debsiz. Pulimni haromligiga hujjatingiz bo'lsa, menga mana shunaqa joydan gapiring, hujjat bilan gapiring. O'zingizning taxminingizni, fikringizni bildirmasdan. Oddiy qora boshlarni germanskiy deb jo'jalarni 150 ming so'mdan sotayotganlarni ko'rdim. Yoki 80 ming, 90 ming, 50 mingdan oddiy qora boshlarni, u germanskiyga umuman aloqasi yo'q ularning. Prosta qora bosh, lekin toza, chiroyli boqilgan qora bosh. Shularning jo'jalarini mana shunaqa narxlardan sotayotganlarni ko'rib eshitib yuribmiz. Men realniy pul sarflab bularning xo'rozlarini olib kelib, yana aldamayapman. Gibrid deyapman, jo'jalarim deyapman. Koreyskiy qora boshlar bilan chorniy izumrudlarni qo'shib gibrid jo'jalar chiqarganman deyapman. Shunday aldamasdan to'g'ri sotishga harakat qilyapman ham. Yana shunaqa gaplarni yozishyapti. To'g'risi, aziz tomoshabinlar, yozadigan gaplaringizni o'ylab ko'rib, fikrlab yozinglar. Chunki men birovda aldab, bor-yo'g'i bir qancha bir foyda berasizlar. Bir jo'ja olsanglar, bir 10 ta olasizlar, 20 ta, boringki 30 ta jo'ja olasiz. Menga shu nechta pul bo'ladi o'sha? Boringki 1 million pul bo'ladi. 1 million pulingiz bilan men boyib ketmayman. Men bularga sarflagan pulimni son sanog'i yo'q, to'g'risi. O'zim hisobdan adashib ketganman, yozib ham qo'yib adashib ketdim. Chamasi men mana shu fermani tashkil qilish uchun mayda o'rtacha 50 millioncha pul sarflab yubordim. Endi sizlarni bu 1 million, yarim million, 500 ming, 400 ming pullaringiz bilan men to'g'risi boyib ketmayman. Shuning uchun qimmat ekan, bozorga 20 ming so'm ekan. To'g'ri, bozorda 20 ming so'mga jo'jalar bor. Topsa bo'ladi. Qiyin, bizda Qarshida qiyin. Bironta dehqon olib chiqib, borib sotib olmasa, atak 25 ming so'm olib sotardan olsangiz. Lekin ularni zoti qanaqa chiqadi? Ola bularmi u yo xo'rozlari olinmasdan 4-5 yil pajrat ishlatilganmi uni xo'rozlari, o'zini aka-singillari bilan unaqa jo'jalari o'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar. Slaviy bo'ladi, ichidan kasalmandlari ko'p chiqadi, boyagi o'smas bo'lib qoladi, o'sib ketganlari ham kichkina bo'lib qoladi nisbatan. Bizada 4 yil mana shu indutkalarimizni 4 yildan beri xo'rozlari postoyanno almashtirib kelinyapti, qonlari yangilab kelinyapti va oxirgi yilda o'tgan yil videolarini ham qo'ydim. Toshkentdan borib chorniy izumrud olib keldim bularning xo'rozlarini. Endi jo'jalarimiz xudo xolasa gibrid chiqadi. 10 kiloni tagiga go'sht qoladigan darajada xo'rozlar chiqish kerak xudo xolasa. Mana shunday narsalarni, shunday qimmat narsalarni olib kelganimdan keyin endi narxlari ham o'shanga yarasha bo'ladi jo'jalarini, qadrli tomoshabinlar. Har xil narsalar yozib tashlavermanglar, chunki mana jo'jalarni ko'rinib turibdi. Bular обычный jo'jalar emas. Ko'p qismi mana bunaqa qop-qora jo'jalar. Ko'ryapsizmi? Juda ko'p chiqadi shunaqa tim qora jo'jalar. Bu degani bu oq sariqlari qora emas degani emas. Prosta o'zim ham shuni tajribada ko'rdim to'g'risi. toza qora bosh qilib ursangiz, ichidan mana bunaqa qoralari juda ko'p chiqaver ekan. Ular ham qop-qora bo'lib ketadi, sariqlar to'kirib hali.
Lekin mana bunaqalari to'g'risi o'tgan yil chiqmagan edi menda. Shu yil juda ko'p chiqqan. Bu yerda esa отдельно onalarini boshi oq, otalari germanskiy черный изумруд ularni jo'jalarini biz отдельно qilganmiz bu yerda. Hozir qanday ko'rsataylik? Manaki. Bu yerda esa bir 80-100 ga yaqin jo'ja bo'lsa kerak. Manaki. Bu yerda shuning uchun jo'ja ko'pligi uchun onalarni ham ikkita qilib qo'yganman. Ikkita ona isitishga bo'yiga o'chirtmay qolmasin, ya'ni sovqotib qolishmasin kechqurunda. Mana shunaqa sharoit qilib qo'yganmiz bularga. Suvlari tugab qolibdi, taqiratyapti chiqdi idishlarni. Hozir suv donlarini qo'yib qo'yamiz. Bularning narxlari 35 ming so'mdan. Bularni xuddi o'sha turishga otalari germanskiy, toza, yaxshi toza qonli indovkalar. Faqat onalarini boshi oq bo'lganligi hisobiga bular 35 ming so'mdan sotilyapti. Otalarini черный izumrudlarni tozalarini surishtirib ko'rishlaringiz mumkin. 1 million 1 milliondan tepaga ularning narxlari, tozalari bo'lsa. O'sha xo'rozlari ancha 2-3 yildan beri almashmasdan o'ziga o'zi bo'lib kichrayib borayotganlariniki bo'lishi mumkin. Sal arzonroq narxlarga bo'lishi ham mumkin. O'shanda ham juda arzon emas. 500 ming 600 ming so'm eng bo'lmaganda ham shu черный izumrudman degani kamida 500 ming 600 ming so'm xo'rozlari shunaqa narxlarda yuradi. Biz esa Toshkentdan borib tozasini olib kelganmiz. O'shalarni jo'jalari koreyskiy makonlarimiz, onalarining boshi oq bo'lgani uchun bular ham gibrid jo'jalar. Shuning uchun bularning narxlari 35 ming so'mdan. Alohida ajratib qo'yganmiz jo'jalarni. Men aldashni xohlamayman to'g'risida. Bunisiga choqib bo'lmasa hozir hammasini u jo'jalarga qo'shib yuborsam ham bo'ladi-ku. Masalan uchun jo'jalarni qarab bilmaysiz, misol uchun ajrata olmaysiz. Chunki bularning ichida ham shunaqa qora qoralari chiqqan. Misol uchun ko'rsatib beraman. Manaki ko'rayotganimiz manaki ichida qop-qoralari bor. Qo'shib yuborsam to'g'risi ajrata olmaysiz. Men nima uchun manaki qo'shmayapman? 80 ta jo'ja, naryodagi 60-70 ta jo'jaga qo'shsam hammasi bir xil jo'ja bo'lib ketadi. Lekin mana shularni отдельно qilganman, odamlarni aldamaslik uchun. Men aldashni xohlamayman. Shuning uchun fikr bildirayotganda insof haqida menga insofdan dars beryaptilar. To'g'risi, Xudoga shukr, uncha insofliman deganini ko'rganman, lekin Xudoga shukr ularga nisbatan ham yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman, lekin xarajatni tiqqanman. Shuning uchun ham shunaqa narxlar qo'yganman. Boshqalarga o'xshab oddiy qora boshda черный izumrud manaki germanskiy deb aldab sotayotganim yo'qman. Shunaqa qilaylik deb hamma shunaqa qilyapti emas, shunaqa qilayotganlar ham bor. Lekin men unday qilayotganim yo'qman. Sotadigan mahsulotimni sifatiga javob bera olaman, katta gapira olaman. Mutaxassis kelganda, misol uchun mutaxassisga ham isbotlab bera olaman. Shuning uchun ham narxlarini balandroq qo'yganman. Balandroq ham o'ziga yarasha, ya'ni. Buyurmaydi, buyuradi. Endi u buyurmasligi sizlarning ishlaringiz emas. Olsanglar, mana shu jo'jalarimiz bor, mana shunaqa katta bo'ladigan parodali, zotli narsalar. Sizdan buni falon pulga olib, katta qilgandan keyin 70 ming so'mga sotilar ekan degan gap yozishdi. Bularni katta qilgandan keyin 70 ming so'mga bera olmaysiz. Ishonavering. Bularni xo'rozlari agar ko'ngildagidek xo'rozlar tim qora chiqadigan bo'lsa, endi 35 mingdan ichida ham, chunki onalarining boshi oq bo'lgani bilan bularning ichida ham bir 50-60% tim qoralari chiqadi. O'sha tim qoralarini misol uchun 70 ming so'mga bera olmaysiz. Xohlasangiz ham bera olmaysiz. Xohlamaysiz ham u narxga berishni. Chunki bular katta narsalar chiqadi. Bularni o'tgan yilgi ola jo'jalarini o'zini men 2,5 oylikda 70 ming so'mdan sotganman. 2 oylikda, 2,5 oylikda 70 ming so'mdan sotganman. Siz katta qilgandan keyin 70 mingdan sotayotganman. Bizda unaqa narx yo'q. Sota olmaganingiz u o'zingizda aybingiz. Chunki men sotish yo'llarini ham o'rgatib berib ketyapman sizlarga, ko'rsatib beryapman. Ozgina jumotlik qilmasdan sotish payti kelganida mana shu blogerlarga yoki bir reklama qilib berish imkoniyati borlarga ozgina murojaat qilsanglar, o'sha zararlaringizga sotmaysizlar. Bu sotolmayotganlaringiz sizlarning ayblaringiz. Misol uchun bizda, misol uchun manaki men reklama qilmagan taqdirimda o'z bozorga olib chiqsam, mana shularni bemalol xudo xolasa 35 ming so'mdan sota olaman. Ko'zim yetadi bunga. Shunday yoniga bitta otasini shunday olib chiqib qo'ysam, aniq bilaman, bozorda bularni otasiga yetadigan katta indovka yo'q. Mana shuni jo'jasi desam, sota olaman. Balki undan qimmatga ham sotishim mumkin. Shuning uchun qadrli tomoshabinlar, har xil gaplarni gapirishdan oldin o'ylab ko'ringlar, aql tarozisiga hisob ko'ringlar. Chunki meni insofsizga chiqarib, sizlar menga tuhmat qilib qo'yapsizlar. Mayli, endi negativlarsiz baribir bo'lmaydi. Prosta qimmat deganlaringizga men tushuncha berib o'tishga harakat qildim. Shu qimmat narsaning jo'jalari, shuning uchun narxlari qimmatroq. Endi zotlarning farqiga boradiganlar, zot qimmat yurishidan xabari bo'lganlar, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, mana shularni sotamiz, xudo xolasa. Bular onalarining boshi oq bo'lgani uchun 35 ming so'mdan boya aytdim. Toza qora bosh chiqarganlarning jo'jalari 50 ming so'mdan.
kerak bo'lsa zakaz qilsanglar yoki kelib ko'rib olaman deganlar bo'lsa ham kelib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Misol uchun boshqa joydan jo'jalar olayotgan bo'lsanglar ham o'shalarning ichiga bulardan olib borib qo'yib, bularni отдельно boqib yani demoqchiman. Bularni xo'rozlarini ularga qo'shsanglar, ya'ni qon yangilanadi va mana bunaqa katta narsalarni jo'jalar chiqadi bular xudo xolasa. Katta xo'rozlar chiqadi demoqchiman, ya'ni kelasi yilda nasib bo'lsa jo'jalaringiz yaxshi katta narsalar chiqadi. Ya'ni qon yangilashga yaxshi variantlar demoqchiman. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, xohlaylar jo'natib beramiz, xohlaylar kelib ko'rib, qarab, tanlab olishlaringiz mumkin. Mana bu yerda misol uchun bizani koreyskiy toza qorabosh indovutkamiz, xo'rozimiz. Buni kattaligi bilan endi mana bu turgan kattalikda farqi bor, qarang, o'sha realni bilinib turibdi-da kattaligi. Misol uchun mana bu uzunligi misol uchun uncha farq qilmasligi mumkin, lekin eniga ham maniki. Ko'ryapsizmi? Mana bu go'sht bo'ladigan, katta ves qiladigan toza chorniy izumrudni farqi bo'ladi baribir. Bu esa ana ingichkagina, uzunligi bor, lekin ingichkagina o'zimizning koreyskiy toza qorabosh indovutka xo'rozimiz. Mana bular esa bobo xo'rozlar. Bulardan endi realni katta bular. Mana o'zi bu yaqinda turgani bilan mana o'zi farqi bilan turibdi. Ko'ryapsizmi? Bu xo'rozimiz bilan mana bu xo'rozimizni realni farqi bilan turibdi. Kattaligini qarang. Ana shularning jo'jalari bular. Shuning uchun bularning narxlari, bularning jo'jalarining narxlari 35 ming so'mdan. Tashqaridagilarimiz esa toza qora boshlar. Ya'ni mana bu jo'jalar bular 50 ming so'mdan. Bularning otalari faqat chorniy izumrudlar. Boshqa zot aralashmagan ularga. Shuning uchun bularning narxlari 50 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xohlasa kelib ko'rib olsanglar ham bo'ladi, jo'natib berishimiz ham mumkin. Keyin mana bu kulfiyandot tovuqlar juftligimiz bor. Bular ham agar kimga kerak bo'lsa sotiladi. Bularning narxlari 300 ming so'mdan 600 ming so'mga sotiladi. Xohlaylar noinsof deylar, xohlaylar boshqa deylar. Chunki zot yaxshi zotlar bilaman. Shuning uchun bularning narxlari o'ziga yarasha 300 ming so'mdan 600 ming so'mga mana shu juftligimiz sotiladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bular esa bizning koreyskiy xanxab xo'rozlarimiz, tovuqlarimiz. Bularning jo'jalari sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar. Bularning ham narxlari 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan sotyapmiz, 45 ming so'mdan ham sotyapmiz. Bir oylik bo'lib qolganlar 45 ming so'mdan ham sotdim o'zim. Shuning uchun bunga ham qimmat ekan, falon ekan, shunan ekan, chunki o'zim vodiylardan, boshqa joylardan jo'jalarni sotib olib ko'rganman, narx-navolarni bilaman. Shuning uchun unaqa ekan, bunaqa ekan, bozorda 12 ming so'mdan ekan degan gaplarni yozishga hojati yo'q. Xanxablarimiz toza, mana aka olov rangli qip-qizil xo'roz, mana shuni jo'jalari sotiladi. Sotuvda bor. 10 kundan oshganlari ham bor, 8 kun, 10 kun oralig'idagilari ham bor. 35 ming so'mdan mana shular jo'jalar sotiladi. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, jo'natib beramiz. Bu yerda esa bizani indiyskiy bigunoklarimiz, bigunoklarimizni ham avval ham videosini qo'ygan edim. Bular ham sotuvga qo'yilgan. Arzon variantlarda narxlarda qo'yilgan. Bularni o'zim o'tgan yili bahorda tuxumlab turganlarini 200 ming so'mdan sotib olganman. Endi Farg'onadan menga yo'l kiralari bilan anchaga tushib kelgan edi. Endi hozir menda ko'p, xudoga shukr. Kerak bo'lsa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, 150 ming so'mdan sotamiz, 150 ming so'mdan bo'ladigan joyi, ya'ni undan kamiga 149 ming so'mga to'g'ri kelmaydi, savdolashishga hojati yo'q. Sotamiz. Men hozir shunaqa savollar ham bo'lyapti. Nima bo'ldi? Fermani tugatmoqchimisiz? Yo'q, fermani tugatish niyatim yo'q. Parrandashliklarimiz davom etadi. Hozircha biroz muammolarimizni hal qilib olganimizcha biroz parrandalarni kamaytirib, ya'ni faqat indoutkalarni qoldirib turaman-da. Ya'ni kelasi yilga nasib bo'lsa, yana balki shu kelasi qishdan boshlarmiz. Yana parrandalarning zotlarini, yangi zotlarni tiklashga harakat qilamiz. Ungacha esa hozir biroz bularni kamaytirib turmoqchiman. Bigunoklarimiz ham hammasi sotilib ketmaydi, bir qismi qoladi o'zimizda. Yetarlicha olib qolamiz, qolganini sotamiz. Agidellarimiz ham xuddi shunday. Bir nechta agidellarimizni qoldiramiz. Bular broiler o'rdaklar. Tuxumda ham yaxshi, ser tuxum o'rdaklar va katta narsalar, go'sht bo'ladigan o'rdaklar. Kattaligini ko'rinib turibdi. Makiyon g'oz teng keladi. Ya'ni germanskiy indutkamiz bilan почти barobar kattaligi. Ana shu agidel o'rdaklarimiz ham sotiladi. Bularning ham narxlari 150 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa 150 ming so'mdan sotiladi shular. Va bizda sotuvda sisarkalar bor. Где-то 15 tacha sisarkamiz bor. Hamma salyolada yuribdi hozir, yoyilishib. Kimga kerak bo'lsa, mana shu sisarkalarimiz ham sotiladi. Bularning narxlari 120 ming so'mdan 150 ming so'm, 160 ming so'm degan narxlarni qo'yib yotmaymiz. Bo'ladigan narxini aytaman. Bularning narxlari 120 ming so'mdan. Adashib ketdim. Optimga hammasini bittaga olaman deganlarga 100 ming so'm qilib beramiz narxlarni, 100 ming so'mdan, ya'ni. O'zim ham uni jo'jaligida, tuxumga kirmagan paytida 100 ming so'mdan sotib olganman. Yo'lkaralar bilan menga
110 lardami shunaqa tushib kelgan. 100 ming so'mdan sotamiz. Optimga olganlarga, donaga oladiganlarga 120 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, mana shular hammasi sotiladi. Ana shunaqa gaplar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Hammalaringizga Allohimning xayriyatlarini, barokatlarini tilab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.